Avlod gruppasidan xo'sh xabar. Avlod gruppasining uzun yillik tirishchanligi natijasida Uyg'urcha kitob jurnal, maqola, qadimiy asar va qo'lyozmalar ombiri rasmiy bitib, Uyg'ur kitob tori va Uyg'urcha maqolalar ombiri torda ichib etildi. Ikkinchi xo'sh xabar. Uyg'urcha maqolalar ombiri. Bu maqola ombiri Avlod gruppasi tarafidan ishlanayotgan Uyg'urcha maqola, qadimiy asar va qo'lyozmalar ombiri cho'ng turining tarmoq turi bo'lib, ambarga hozirgacha 15 ming parchaga yaqin Uyg'urcha maqola kirgizildi. Maqolalar asosan vatan ichi sirtida nashr qilingan 80 xildan ortiq jurnal, bir qism maqola to'plamlari, majmualar va torbatlari qatorliqlardan elindi. Bu tür 2012 yılı başlangan bo'lib, bir qancha yil uzluksiz material to'plandi. 2017 yildan 2020 yili 10 oygacha dastlabki qadamda katalog tamomlanib, maqolalar kam tadqiqotchilarning foydalanishi uchun